Yaqinda bitta so'rayapti-da, gazonim sarg'ayib ketyapti deydi. Nima qilay deydi. Sen gazonni urib qo'y deymi desam, ha deydi. Kech kuzda udabreni qilib qo'ymaymi desam, yo'q, o'zi yam-yashil bo'lib turadi deb o'yladim deydi. Mana shu ma'lumot kamligidan bo'ladi. O'shaning uchun akalar podpiska bosib qo'ysanglar, video chiqib turadi. Foydali ma'lumotlardan bahramand bo'lib turasizlar. Qaranglar, endi mana qor yog'di, yurtimizda qor. Endi nima qilinadi? Ho'lini, ko'chani kuraladi. Kurab tashlaganda, kuralgan qorlar nima qilinadi? Agoratga, gazonistga tashlanadi. Bu juda katta xato, chunki o'zini vesi bo'ladi. Ezib qo'ygandan keyin gazonimizga urinadi, ildiz sistemasi mazasi qochadi. Endi o'ziga keltirib olsa bo'ladi-yu, vaqt talab qiladi. Bola-chol o'ynaydi, qor bor, o'ynaydi. O'shaning hisobiga gazonimizga yonib ketadi. Bu ma'lumotlar foydali bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar va tanishlik yuborib qo'yinglar.